Bugun men barcha pensionerlarga, shuningdek uyda ota-onasi, buvisi yoki bobosi pensiya oladigan har bir oilaga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu oddiy gap emas. Bu pulingiz, hujjatlaringiz, bank kartangiz, pensiya miqdoringiz va ayrim hollarda bir necha oy davomida yo'qotilishi mumkin bo'lgan mablag' haqida. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Chunki men qaysi holatda darhol harakat qilish kerakligini, qaysi holatda xavotirga tushmaslik kerakligini va xato qilmaslik uchun nima qilish lozimligini aniq aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar aynan vaqtida eshitilsa foyda beradi. Men ko'p yillik amaliyotda shuni ko'ramanki, pensionerlar ko'pincha pensiya tayinlangandan keyin hammasi o'z-o'zidan yuraveradi deb o'ylashadi. Aslida esa pensiya tizimida doimiy ravishda ma'lumotlar yangilanadi. Bank hisoblari tekshiriladi. Yashash joyi, ish staji, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, ustamalar, kompensatsiyalar, ijtimoiy nafaqalar kabi masalalar qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Avvallari ko'p ishlar qog'oz hujjatlar orqali, mahalla, pochta yoki tuman bo'limiga borib hal qilinar edi. Pensioner pensiyasini pochtachi orqali olardi. Biror o'zgarish bo'lsa, ko'pincha odamning o'zi bilmay qolardi yoki kechikib xabar topardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtiriladi. Bank kartasi orqali to'lovlar ko'paydi. Pasport yoki ID karta ma'lumotlari, yashash manzili, bank rekvizitlari, ish haqi bo'yicha eski ma'lumotlar, mehnat daftarchasidagi yozuvlar, arxiv hujjatlari, nogironlik ma'lumotlari, hatto chet elga chiqish yoki doimiy yashash bilan bog'liq holatlar ham tizimda ko'rinishi mumkin. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Chunki odam avvalgidek har bir idoraga alohida yugurmaydi. Lekin yomon tomoni shundaki, ba'zida bitta noto'g'ri raqam, eski familiya, noto'g'ri tug'ilgan sana, yopilgan bank karta yoki tasdiqlanmagan ish staji bo'lsa, pensiya to'lovi kechikishi, kamayishi yoki qayta hisoblash cho'zilishi mumkin. Men bu yerda sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizga real hayotda uchraydigan holatlarni tushuntiryapman. Chunki ko'p pensionerlar muammo paydo bo'lgandan keyin emas, muammo paydo bo'lishidan oldin tekshirsa o'z pulini, vaqtini va asabini asrab qoladi. Eng avvalo, har bir pensioner o'z pensiyasi qaysi asosda hisoblanganini bilishi kerak. Masalan, yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Bu juda muhim. Chunki har bir to'lovning sharti, hujjati va tekshirish tartibi boshqa bo'ladi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, asosiy e'tibor ish staji va ish haqi ma'lumotlariga qaratiladi. Ba'zan odam 35 yil ishlagan bo'ladi, lekin hujjatda 28 yil tasdiqlangan chiqadi. Nega? Chunki ayrim korxonalar yopilgan, arxivga hujjat topshirilmagan. Mehnat daftarchasida muhr tushunarsiz, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan yoki ishga kirgan va chiqqan sanalarda xato bo'lgan. Pensioner esa men axir ishlaganman-ku deydi. Ha, ishlagan bo'lishingiz mumkin. Lekin pensiya hisobida eng muhim narsa og'zaki gap emas, tasdiqlovchi hujjatdir. Masalan, bir kishi 1992 yildan 1998 yilgacha zavodda ishlagan, pensiya tayinlashda shu 6 yil stajga kirmagan. Sabab, mehnat daftarchasida korxona nomi bor, lekin muhr aniq ko'rinmagan. Agar u kishi arxivdan ma'lumotnoma olib kelsa, o'sha 6 yil qo'shilishi mumkin. Natijada pensiya miqdori oyiga shartli ravishda 80 ming yoki 1,7 ming so'mga oshishi mumkin. Bu bir oyda kichik ko'rinadi, lekin bir yilda 1 million so'mdan ham oshadi. Agar qayta hisoblash bir necha oyga tatbiq etilsa, odam birdaniga sezilarli qo'shimcha mablag' olishi mumkin. Yana bir misol. Ayol kishi uzoq yillar maktabda ishlagan, keyin bolalar parvarishi bilan uyda bo'lgan, so'ng yana ishga qaytgan. U pensiyaga chiqqanda ayrim davrlar hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda tug'ilganlik guvohnomalari, mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari va arxiv ma'lumotlari tekshiriladi. Men ko'p hollarda odamlar bu hujjat kerak bo'lmasa kerak deb tashlab yuborganini ko'rganman. Aslida har bir eski buyruq, har bir ma'lumotnoma, har bir muhrli qog'oz pensiya hisobida pulga aylanishi mumkin. Birinchi navbatda pensiyasi oxirgi oyda odatdagidan kam tushgan pensionerlar darhol sababini aniqlash kerak. Masalan, har oy 1 million 400 ming so'm olardingiz, bu oy 1 million 200 ming tushdi. Keyingi oy to'g'rilanar deb kutib yurish noto'g'ri. Bankdan ko'chirma oling, pensiya bo'limiga murojaat qiling, nima ushlab qo'linganini, nima o'zgarganini so'rang. Ba'zan bank xizmatlari qarzdorlik aliment
ijro hujjati yoki avval ortiqcha to'langan summa ushlab qolinishi mumkin, lekin buning ham asosi bo'lishi kerak. Ikkinchi guruh bank kartasi almashgan yoki muddati tugagan pensionerlar. Ko'p odam kartaning muddati tugaganini e'tiborsiz qoldiradi. Pensiya kelgan, lekin yecha olmaydi. Yoki yangi karta ochilgan, ammo pensiya tizimiga yangi karta rekvizitlari kiritilmagan. Natijada to'lov kechikadi. Shuning uchun karta muddati tugashidan oldin bankka boring, yangi karta oling. Keyin zarur bo'lsa pensiya bo'limiga yangi rekvizitlarni yetkazing. Uchinchi guruh pasportini ID kartaga almashtirganlar yoki familiyasi, ismi, yashash manzili o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanda familiyasi o'zgargan bo'lsa yoki keyin yana eski familiyasiga qaytgan bo'lsa, turli hujjatlarda turli familiya qolib ketishi mumkin. Elektron bazalar bunday farqni ko'rsa, aniqlashtirish talab qilinadi. Bu pensiyani to'xtatadi degani emas, lekin hujjatlarni moslashtirmasangiz keyinchalik muammo beradi. 4-guruh nogironlik pensiyasi yoki ustama oladiganlar. Bu yerda tibbiy xulosa muddati, nogironlik guruhi, qayta ko'rik sanasi, tibbiy komissiya qarori juda muhim. Agar qayta ko'rikdan o'tish muddati kelgan bo'lsa-yu, odam buni bilmay qolsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Shuning uchun men nogironlik bilan bog'liq to'lov oladigan har bir kishiga hujjat muddatlarini alohida daftar yoki telefonda yozib qo'yishni maslahat beraman. 5-guruh boshqa hududga ko'chgan pensionerlar. Bir tumandan boshqa tumanga, bir viloyatdan boshqa viloyatga ko'chganingizda pensiya ish ham ko'chirilishi kerak bo'lishi mumkin. Ro'yxatdan o'tish manzili, yashash joyi, bank filiali o'zgarsa, tizimda kechikish bo'lmasligi uchun oldindan aniqlashtiring. Agar siz pensiyani odatdagidek o'z vaqtida olayotgan bo'lsangiz, karta ishlayotgan bo'lsa, hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmasa, nogironlik yoki ustama muddatli bo'lmasa, unda vahimaga tushishga hojat yo'q. Lekin bu umuman tekshirmaslik kerak degani emas. Men har bir pensionerga kamida yiliga bir marta pensiya miqdori, hisob asoslari va shaxsiy ma'lumotlarni tekshirtirishni tavsiya qilaman. Ayniqsa pensiya tayinlanganiga ko'p yil bo'lgan bo'lsa, eski staj yoki arxiv hujjatlari topilgan bo'lsa, qayta hisoblash imkoniyati bo'lishi mumkin. Ba'zan odamlar qo'shnining pensiyasi oshibdi, meniki nega oshmadi deb xavotir oladi. Bu yerda bir narsani aniq bilish kerak. Pensiya miqdori hammada bir xil bo'lmaydi. Staj, ish haqi, pensiya turi, ustamalar, nogironlik holati, o'quvchisini yo'qotganlik, mukofotli davrlar, harbiy xizmat, zararli mehnat sharoiti, bolalar soni, ayrim imtiyozli davrlar ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirishdan ko'ra o'z hujjatingizni tekshirish to'g'riroq. Bir misol keltiraman. Otaxon 30 yildan ortiq qurilish tashkilotida ishlagan. Pensiyaga chiqqanida unga o'rtacha miqdorda pensiya tayinlangan. U men ko'p ishlaganman, lekin pensiyam kam deb yillar davomida norozi bo'lib yurgan. Tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, 1997 yildan 1994 yilgacha bo'lgan davr bo'yicha ish haqi ma'lumotlari to'liq kiritilmagan. Arxidan ma'lumotnoma topildi. Qayta hisoblashdan keyin pensiyasi o'yga sezilarli oshdi. Bu yerda eng asosiy xulosa, odam yillar davomida norozi bo'lgan, lekin hujjatni tekshirtirmagan. Muammo gapda emas, hujjatda hal bo'ladi. Yana bir holat. Onaxon bank kartasini nevarasiga berib qo'ygan. Nevarasi men olib kelaman deb har oy pulni yechgan. Keyin oilada kelishmovchilik bo'lgan va onaxon o'z pensiyasining bir qismini umuman olmaganini bilgan. Men bunday holatlarda juda ehtiyot bo'lishni aytaman. Karta, PIN kod, SMS xabar, mobil ilova paroli shaxsiy narsa. Ishongan farzandingiz bo'lsa ham pulingiz qayerga ketayotganini bilib turing. Agar o'zingiz bankka bora olmasangiz, ishonchnoma, qonuniy vakillik yoki rasmiy tartibdan foydalaning. Og'zaki kelishuv keyin isbotlanmaydi. 3-misol, pensionerga noma'lum raqamdan qo'ng'iroq bo'ladi. Pensiyangiz oshiriladi. Kartangizni tasdiqlash kerak. SMS kodini ayting deyishadi. U SMS kodini aytadi. Kartadagi pul yechib olinadi. Men buni alohida urg'u bilan aytaman. Hech qachon hech kimga SMS kodini, karta raqamini to'liq amal qilish muddatini, PIN kodini aytmang. Pensiya bo'limi yoki bank xodimi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir shunday desa, bu katta xavf belgisi. Endi muhim istisnolarni tushuntiraman. Ba'zan pensiya kechikishi darhol yomon narsa degani emas. Masalan, bayram kunlari, bank texnik ishlari, dam olish kunlari, to'lov jadvali o'zgarishi sababli 1-2 kun farq bo'lishi mumkin.
Lekin 3-5 ish kunidan ko'proq kechiksa yoki har oy takrorlansa, albatta murojaat qilish kerak. Yana bir nozik masala ortiqcha to'lov. Ba'zan tizim xatosi, hujjatdagi o'zgarish yoki vaqtida xabar qilinmagan holat sababli pensionerga ortiqcha pul to'langan bo'lishi mumkin. Keyin davlat organi yoki tegishli tashkilot bu summani qaytarishni talab qilishi mumkin. Masalan, nogironlik guruhi o'zgargan, lekin eski miqdor bir necha oy to'langan. Yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olish sharti tugagan, lekin ma'lumot kech kiritilgan. Shunda ushlab qolish paydo bo'ladi. Bu holatda ham siz hujjat talab qiling. Qaysi davr uchun qaysi asosda qancha summa ortiqcha to'langan, oyiga qancha ushlab qolinadi. Bularning hammasi tushunarli bo'lishi kerak. Ko'pchilik bilmaydigan yana bir nuqta shuki, pensiya masalasida og'zaki javob bilan cheklanib qolmaslik kerak. Sizga bo'lmaydi, chiqmaydi, kerak emas. Keyin keling deysa, iloji bo'lishi yozma murojaat qiling. Yozma murojaatga rasmiy javob berilishi kerak. Rasmiy javob esa keyin shikoyat qilish. Qayta ko'rib chiqish yoki huquqingizni himoya qilish uchun asos bo'ladi. Yana bir istisno. Hamma eski staj ham avtomatik qo'shilavermaydi. Masalan, odam bir joyda ishlagan, lekin korxona noqonuniy faoliyat yuritgan. Rasmiy buyruq bo'lmagan, ish haqi to'lovlari qayd qilinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda isbotlash qiyinlashadi. Lekin baribir imkoniyatlar bor. Arxiv, sud tartibi, guvohlar, eski buyruqlar, kasaba uyushmasi hujjatlari, soliq yoki ijtimoiy sug'urta ma'lumotlari tekshiriladi. Men hech qachon hech narsa qilib bo'lmaydi degan javobni birinchi javob sifatida qabul qilmaslikni maslahat beraman. Avval hujjatlarni to'liq ko'rish kerak. Birinchi xato hujjatlarni yo'qotish. Eski mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim guvohnomasi, familiya o'zgargani haqidagi hujjat, ish joyidan berilgan ma'lumotnoma. Arxiv javoblari bularning hammasi saqlanishi kerak. Hujjat eskirgan bo'lsam, uning nusxasini oling, suratga oling, alohida papkaga joylang. Ikkinchi xato, kartani boshqa odamga berish. Men tushunaman. Ba'zi pensionerlar bankomatdan foydalanishga qiynaladi. Lekin karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, pul nazorati ham boshqa odam qo'lida bo'ladi. Eng to'g'ri yo'l bankdan SMS xabar xizmatini yo'qing. Ishonchli yaqin inson yordam bersa ham har bir yechimni ko'rib turing. Uchinchi xato noma'lum qo'ng'iroqlarga ishonish. Firibgarlar aynan pensionerlarni nishonga oladi. Chunki ular ko'pincha davlat organi nomidan gapirsa ishonib qoladi. Pensiyangiz oshadi, kompensatsiya chiqdi, yordam puli beriladi, karta bloklanadi degan gaplar bilan qo'rqitishadi. Men qat'iy aytaman. Telefon orqali maxfiy kod aytmang, havolaga kirmang, begona odam yuborgan ilovani o'rnatmang. 4-xato pensiya miqdorini tekshirmaslik. Nima tushsa shu deb yurish to'g'ri emas. Siz pulingiz qanday hisoblanganini bilishga haqlisiz. Agar tushunmasangiz, farzandingiz, huquqiy savodi bor tanishingiz yoki mutaxassis bilan birga murojaat qiling. Birinchi qadam, pensiya to'lovlaringizni tekshiring. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy uchun bank ko'chirmasini oling. Agar pensiyani pochta orqali olsangiz, qaysi oyda qancha olganingizni yozib chiqing. Miqdorda kamayish, kechikish yoki tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, alohida belgilab qo'ying. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganiga oid hujjat, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, bank rekvizitlari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, familiya o'zgargan bo'lsa, tegishli guvohnomalar, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari va boshqa asosiy qog'ozlar bo'lsin. Har bir hujjatning aslini alohida, nusxasini alohida saqlang. Uchinchi qadam, pensiya bo'limiga yoki tegishli vakolatli tashkilotga murojaat qiling. Murojaatda shunday yozish mumkin. Mening pensiyam qaysi ish staji va qaysi ish haqi davrlari asosida hisoblanganini tushuntirib berishingizni. Agar hisobga olinmagan davrlar bo'lsa, ularni ko'rsatishingizni so'rayman. Bu oddiy, lekin juda kuchli jumla. Chunki siz umumiy gap emas, aniq hisob asosini so'rayapsiz. 4-qadam, agar pensiya kamaygan bo'lsa, yozma ravishda sababini so'rang. Qaysi hujjat asosida, qaysi davr uchun qancha summa ushlab qolindi deb aniqlik kiriting. Javob og'zaki bo'lsa, eshitib qaytib ketmang. Rasmiy javob so'rang. 5-qadam. Arxivlarni tekshiring. Agar eski ish joyingiz yopilgan bo'lsa, o'sha korxona hujjatlari qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman yoki viloyat arxivga so'rov berish mumkin. So'rovda ish joyi nomi, taxminiy ishlagan yillaringiz.
lavozimingiz, familiyangiz o'sha paytda qanday yozilganini ko'rsating. Ba'zan familiya kirilda boshqacha, lotinda boshqacha, eski hujjatda xato yozilgan bo'ladi. Shuning uchun barcha variantlarni yozish foydali. 6-qadam. Bank ma'lumotlarini tartibga keltiring. Kartangiz muddati tugamaganmi? SMS xabarnoma yo'qilganmi? Hisob raqami to'g'rimi? Karta bog'lanmaganmi? Buni bankdan tekshiring. Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya to'lovi aynan shu kartaga tushishini aniqlashtiring. 7-qadam. Firibgarlikdan himoyalaning. Telefoningizga kelgan SMS kodini hech kimga aytmang. Bank nomidan kelgan havolani bosmang. Davlatdan yordam puli chiqdi degan xabarga ishonib karta ma'lumotini kiritmang. Agar shubhali qo'ng'iroq bo'lsa, telefonni qo'ying va rasmiy raqamga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 8-qadam. Oilangiz bilan ochiq gaplashing. Agar siz pensioner bo'lsangiz, farzandlaringizga qaysi bankdan pensiya olishingizni, hujjatlar qayerda saqlanishini, qanday muammo bo'lsa, qayerga murojaat qilish kerakligini ayting. Agar siz pensionerning farzandi bo'lsangiz, ota-onangizning pensiyasini nazorat qilishda yordam bering, lekin ularning pulini ularning roziligisiz boshqarmang. Bu ham huquqiy, ham axloqiy masala. Men amaliy tajribadan kelib chiqib aytaman. Murojaat aniq, qisqa va dalilli bo'lishi kerak. Masalan, men falonchi yoshga do'yib pensiya olaman. Oxirgi oyda pensiya miqdorim kamayganini aniqladim. Ushbu kamayish sababi ushlab qo'lingan summa, huquqiy asosi va davrini yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Shu tarzda yozsangiz, masala aniq o'yladi. Agar staj bo'yicha murojaat qilsangiz, men 1995-1991 yillarda falon korxonada ishlaganman. Ushbu davr pensiya hisobimga kiritilgan yoki kiritilmaganini tekshirib, kiritilmagan bo'lsa, sababini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Mana shunday aniq yozing. Pensiyamni oshirib bering degan umumiy gapdan ko'ra, falon davrni tekshirib bering degan gap kuchliroq. Agar javobdan qoniqmasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qilishingiz mumkin. Lekin har doim avval hujjatlarni to'plang. Javob xati, ariza nusxasi qabul qilingan sana. Ilova qilingan hujjatlar ro'yxati sizda bo'lsin. Hujjatsiz shikoyat qilish qiyin. Hujjat bilan esa masala ancha jiddiy ko'riladi. Pensionerlar bilishi kerak bo'lgan yana bir nozik holat bor. Ba'zi to'lovlar doimiy, ba'zilari muddatli bo'ladi. Masalan, pensiyaning asosiy qismi doimiy bo'lishi mumkin, lekin ayrim ustamalar ma'lum shartga bog'liq bo'ladi. Shart tugasa, ustama ham tugashi mumkin. Shuning uchun oldin olardim. Endi nega yo'q degan savolga javob topish uchun aynan qaysi qism yo'qolganini bilish kerak. Yana bir jihat, qayta hisoblash ham har doim bir kunda bo'lmaydi. Agar arxivdan javob kerak bo'lsa, u vaqt oladi. Agar eski korxona hujjatlari topilmasa, qo'shimcha so'rov yuboriladi. Agar hujjatda xato bo'lsa, uni tuzatish kerak bo'ladi. Bu jarayonda sabr kerak, lekin nazoratni qo'ldan bermaslik kerak. Har bir murojaat sanasini yozing. Kim bilan gaplashganingizni qayd qiling. Javob muddatini kuzating. Men yana shuni eslataman. Agar pensiya masalasida sizdan pul so'rashsa, ehtiyot bo'ling. Men tezlashtirib beraman. Ichkarida odamim bor. Pul bersangiz pensiyangiz oshadi degan gaplar juda xavfli. Pensiya qonuniy hujjatlar asosida hisoblanadi. Kimdir noqonuniy yo'l bilan oshirib berishni va'da qilsa, bu sizni ham muammoga olib kirishi mumkin. Faqat rasmiy yo'l, rasmiy ariza, rasmiy hujjat. Bugungi gapning asosiy mazmuni shuki, har bir pensioner o'z pensiyasini nazorat qilishi kerak. Pensiya o'z vaqtida tushyaptimi, miqdor o'zgarmadimi, karta ishlayaptimi, hujjatlar to'g'rimi? Eski stajlar to'liq hisoblanganmi? Ustamalar asoslimi? Bularning hammasi oddiy tekshiruv bilan aniqlanadi. Muammo chiqsa, kutib o'tirmang. Bank ko'chirmasini oling. Hujjatlarni yig'ing, yozma murojaat qiling, javob talab qiling. Men sizga ekspert sifatida shuni aytaman. Pensiya masalasida eng katta kuch bu tartibli hujjat va o'z vaqtida berilgan arizadir. Kimki hujjatini saqlasa, savolni aniq bersa, javobni yozma olsa, u o'z huquqini ancha yaxshi himoya qiladi. Kimki keyin ko'ramiz deb yuraversa, ba'zan oylar, hatto yillar davomida o'ziga tegishli puldan bexabar qolishi mumkin. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizda pensiya kechikishi, kamayishi yoki qayta hisoblash bilan bog'liq holat bo'lganmi? Fikringizni qoldiring. Chunki boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan foyda olishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, yaqinlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Bu ma'lumot hamma pensionerlarga kerak bo'lishi mumkin.